Mine oy. Salomat kelib oldingmi Afkon? Keldim aka, yinin qahir kelib oldim aka. Onda xapimni qo'yibmamsa, yana siz ketdim. Aka islib qo'ydim. Sana bo'lgan muhabbatim o'zini namoyon qilib qoldi. Ya bu tushira qo'lingni. Lekin qalbimni siqib o'tdim. Menga o'kirli bo'ldi. Qara Afkon. Mavida uzunchash bir balanz var yine. Bisaptım şu oyunun fanos tek bu. Bu uyga qalayım qadamlarni kirgizmaydi. Şuna men seni O'zbekning kelgan xarid aldayman. 300 ming pul bilan ketdi. Misha toshaq malaldi deyman. Mavo o'zi savdo qizg'irgan nima? Savdoga amroq. Shu ashta deb men 3-4 kunda mishada seni xaridlar deb o'xshab ketamiz. Qolganni men o'zim o'xshayman. Sen amalga chandolmay jiqqa qilmay sana bo'ldi. Mana? He? Ma'lumchilar. Shuni bilan degan keshdiki musobaqa qayerga ketyapti? Qaysi komanda tiksa demsa 15 kun yo'q, 10 tikib, so'ngga tikib, yanchiqlar chaqirib ketib qoldi. Men aytdim, Sayfiyoxon chiqaman. Chiqib, talablarim bor mening. O'zimningki shaxsiy. Talablarimni hamma deyman. Shu talablarimga Sayfiyoxonning ma'qul kelsa, to'q tikaman. Bo'lmasa tishmayman. Qanday talablaring bor aka? Deb baqa. Yaxshi pul topadigan shu tang chiqmamdi. Sayfiyoxonga chiqib deyman men. O sizlarningki bili, manjid futurdi deganni olmayman. Bu faqatla futurdiganlar bir ilishga bu. Maftudu uni olmayman. Umi pul topib olmayki. Mening talabim 90 minutning ichida yomg'ir yog'amdi yog'mamdi. Yomg'ir yog'ib qolsa chaqmamdi. Ya tavirmamdi. Selo suv içemdi, içmemdi. Selo suv içip qaz, bir raqamni chizamdi, azroq qo'yamdi. Selo ichgan suvni messi içemdi. Mandan narsaga olsak, yana bir gap bo'lib qoldi. Ma bo'ldi-ki, Juma aka, o'ylish baqsaq bo'ldigan ishga ma'vo. Aka, ma qiltirib kimga kirdingmi? Tunigan to'piq tikib kitirayotgan bu yoq to'p qolmagan jamxonaga oldim. Mana egizni boshqa qildim. Valla bu yoqni tanishtirib etay. Bu yoq O'zbekistonlik tijoratchi Sardor aka. Qumdak pul bilan kelibdi. Malag'li. Shu tushib o'tgan jarayonda biz shu mallarni ilishpaga bizning uyda turibdisan qanday? Aka bu o'zbek deydi-ku, o'zbekchani sudek bo'ltonga parangish baqmamsa? O'zbekistonlik o'zbekdanmi bu qartoqsin? Shunda olib qoldi. Sardor aka bizning meminimiz oldi. Uzoq bo'libdiki o'zbeklardan paranglashmagan. Bir paranglish baqaya sotdi. İşte qilay bir. Ha, Sardor aka, yaxshimisiz? Qachon keldingiz bu yoqqa aka? Endi biz sizga qanaqa yordam qilsak bo'ladi? Nima olasiz? Sizga nima mol kerak? Emni chinib qoldik aka, emni chinib qoldik. Amal yo'q. Qopaqvash biladigan o'zbekcha gapingni davamamsa. Ya Sardor aka, gapiring. Xijolat bo'lmang. Ya nim deyman. Biladigan o'zbekcha gapingni demamsa, chanmaydi. Bojalar. Nim deydi, mo bojalar deb chiriydi-ku. Sening o'zbekcha ko'yiring ketib qolgan o'xshaydi, juma qarib ko'z. Ya mening ko'yinim yaxshi endi, haqiqiy o'zbek o'z tushundim gapimni tutib yamarda to'qaya. Ya Sardor aka, men sizga ko'p gapiryapman, siz tinqayib turib bojalar deyapsiz-da. Tushunmayapsizmi aka? Xijolat bo'layotgan bo'lsangiz, xijolat bo'lmang, hammamiz erkak betda. Qani bir o'zingizni bir tanishtiring bizga. Endi nim deyman aka? Nima desang-da? Ishqib gapni qamlashtiramsan, talat qilsa, qaqiniga o'zing tirish. Tamam. Qiltirib bu o'zbekning tog'dan bog'dan kamg'u bu. Sen qanday parangiz bunga o'zbek fuqamsan sen?
Ha bu tegi O'zbekistonlik o'zi narati cho'ng'an bu. Lekin o'zbekchani taz yaxshi so'zlayolmaydi, ammo uyg'urcha so'ma u. Bizim çatıda diye yeri. Shundiri. Gap qilay qartoksi. Xitoy o'tmay meyli. Boshini qo'tlarda. Ya aka men chiroyli salmimni qilib kiray degan. Mava o'zbek bo'lsang uzun choch pulg'amroq deganda. Men nim bilmay bir rol kirib chiqolmay qoldim. Sen mana u kim burundan chiroyli gap qilaysan ekan-ku. Chiroyli salmonni qilib kirsang bizning dasturga ochiq sana. Ben kapak baştan kayını kırıp ben Özbek'te bizim çanmayı bir yerde. Baktı hoş kepse. Ona yükürep, ona muncular düşüp bir pakizlenip çık. Koltuğundan çıkan hararet hancani götürüp bunam tıkıvatı da hazır. Yüzünü kötüp muncular düşüp. Ya adaş menden kapıp kalmagan sen. Çıkıp senin 10 yıllık paydan yok. Toşak zina var esken seçmez. Müştede beni taşıp etmeydiğin sen. Ha nurgul adamlar tamakının ziyalılığını fukudu. Taşalı adamda arakının ziyalılığını fukudu. Taşıp etti mi? Senin zinan bu. Taşlanmayın.